Hürmetli vatandaş, bugünkü vaziyetimizni yukarıda görüp öttünüz. Endilikte biz siz bilen bir muhakeme başlayımız. Bugün çislağa 2021 yıl, keçiren 2023 yıl 9. ayının 2. günü vatandaşım. Muhakemeni başlaştan burun, yani tününkü leksiyada hata ketken bir cümle tuztup koyay. Vatikan'ın Pope Fransk Taşkı Mongoliyani ziyaret kılıdı degan haberimde. Vatikan'ı Pentagon dep ağızdan çıkarıp saptırmak. Keçirin la meni vatandaşlar, hem de bir aldıraşlık bulduk ya, ikincisi adam bu iş hemen nazuk işkenden. Aşağı gitip kalıdı ki ne kızlar. Şunu tüzütüp o Pentagon emez Vatikan dep tüzütüp anlaşılanlarını ümit kılma vatandaş. Bugün yukarıda öziyetli görüp öttük. Yani yeni haber, yeni ahbaratı görüp öttük. Ahbaratı haber değildi ki Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin kol eğiliş buyruğuna pisand kılmay, perva kılmay. Digidek yakında Beijing'ni ziyaret kıladigan boldu. Üzü 9. ayının 1. günü Prezident Vladimir Putin dedi ki biz Beijing'ni ziyaret kılımız. Bazı faaliyetlerde bolumuz dedi. Vladimir Putin prezidentinin ağzıdan mundaq faaliyet kılımız degan gap ağızdan çıkmadı. Uşakov'ның 7. aydaki bayanatı qarasınız, bu yerda bir yol, bir belbağ xalqaro yig'ini qatnaşish uchun ketyapman, kelyapman deganda gapni qildi. Men tunigun dedim, bugungi kunda endi xalqaro yig'in, yani bir yol, bir belbağ tamam tugash deb o'tirdi. Yig'in etishning qilcha ahamiyati yo'q. Ahamiyatsiz bir ish dedim. Shundan qaraganda mushu xalqarodagi mushundaq vaziyat tangpunligini aytganda Prezident Vladimir Putin Beijingda zaten nima ish qiladi? Bu birsi. Vatandaşım, uçuk aytamagandikan bu bir sirli harakat bo'ladi vatandaşım. Shundaqmi ya? Hoy, shundaq bir savol qo'yaylik ki, bu yil 3. ayının 20. günü Jungo'nun reis Xi Jinping Moskvani ziyaret qildi. Prezident Vladimir Putin bilan bir qancha kelishimga imzo qo'ygandek bo'ldi vatandaş. Ahirda reis Xi Jinpingni uzatib aeroportga yo'lga soladigan chog'da Rusya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin yukinib o'ltirib uning tizini quchoqladi. Nima deyishdi, bundan xabarimiz yo'q. Bir xudo xabardor bo'lishi mumkin. Uningdagi Amerika xabardor bo'lishi tabiiy deb o'ylayman vatandoshim. Nima deyishdi belgili bo'lmaydi. Biroq shu narsani bilib oling-ki, 3. ayının 29. günü, del 20. günüdün 9 gün ötkendiği için şu vaxtki sabık Tashqi ishlar ministri Jungo'nun Qingang shundoq dedi ki, bunun da reis Xi Jinping'nin siyasetdeki yoki xalqaro siyasetdeki şahmat taxtisi mavzusida fikir bayon qilib, suhbat bayon qilib, bizni, yani reis Xi Jinping boshchiligidagi vakillar umigini Moskvaga Amerika zo'rlab avatdi. Dedi, men sizlarga so'zildim, qancha qatim misol qilib so'zildim. Xo'sh, bugun shundoq savol qo'yaylikki, agar prezident Vladimir Putinning bu qatim Beijingni ziyorat qilishi javoban ziyorat bo'ladigan bo'lsa, avvalgi ziyoratni reis Xi Jinpingning Moskvani ziyorat qilishni Amerika besim ishiltib paydo qilgan bo'lsa, bugun prezident Vladimir Putinning Beijingni ziyorat qilishini kim besim ishlatgan bo'ladi ya? Vatandaş, andım biz tüvende körep ettik, ötken tünegen dedik, tuyuksuz bir haber geldi, 15 kilometre kaldı. Ukrayna'nın galbisi üçün dedik. Endi onu meyli çakçak meyli hazil bilen aytkan bolsa şunda haber ketdi, men sizlarga dedim vatandaşım. Onu koyup turaylı, bugün hazır Moskvada her günü haberde aeroportun taqalğanlığı toğrusida. Mesela Ukrayna'nın hava armiyasi, odamsiz aeroplan hava armiyasi hazır Moskva atrofidagi cho'ng kichik shaharlarga hujum qilayotgan gap vatandaş. Başta nima debdi? Mudofaa sistemasi Rossiyaning bardoshlik berolmadi. Bu odamsiz aeroplanlarning hujumiga taqobil turolmadi. Demak, ish mana mushu yerda. Dal mushundaq bir paytda
Prezident Vladimir Putin Beijing'ni ziyorat qildi dedi. 3-ayning 20 kuni Moskvani ziyorat qildi rais Xi Jinping. 8-ayning 24 kuni Ukraina davlat qurgan kun, mustaqillik jakarlan kun Ukraina butun sap bo'yicha Moskvaga hujum qildi. Bu plan asli Amış devletler ortasida mesela Ukrayna, Jungo, Rossiya o'tirisida bilishlikmi yoki bilishsiz ishlarmi buni bilmaymiz. Reis Xi Jinping ziyoratni tugatib taklif qildi. Prezident Vladimir Putinni bugun Moskvada havo mudofaa sistemasi iqtidoridan qolgan shundaq bir paytda Prezident Vladimir Putin Beijingni ziyorat qilyapti. Endi onun üstüge hazır Reis Xi Jinping'in 5'deki gün az gün emas. Yeni gün emas intayin eğer vatandaş intayin eğer. Biz sizlerge yakınlı söz yapıyorduk. 8. ayının 30. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Joe Biden Tayvan'ni haksız harbiy kural yarak bilen teminleş ve iktisadi yardım beriş doğrusidagi qarorga imzo qo'ydi. Bu kararını düşündürüp matbuatlarla Amerika Birleşme Agentliği hem düşündürüp dedi ki bundaq yardım, haksız yardım beriş iyilik hukukluk devletlerine verildiği yardımdır dedi. Vesselam. 8. ayının 30. günü Angliya parlamento Tüven Palata dokalat tayyorlab Tayvan iyilik hukukluk müstakil devlet dedi vatandaş. Bir gün, fakat bir gün içinde Angliya bilen Amerika Koşmuş Ştatları dünyadaki en çok en kudretli devletler, büyük devletler. Bir yerde signal bek eğer vatandaş. Signal bek eğer. Andan şu günde endi Tayvan'a hücum kılman dep tereddüt kılıvatkan bolsa. Degende yakında Reis Xi Jinping Ürümçi'den qaytib kelip, mustamlika Şinjan poytaxti Ürümçi'den qaytib kelip, nayeti ciddi aldı Harbiy ishlar komitetining yig'inini chaqirgan gap. Nima qaror qildi matbuotda ishlimi yo'q vatandosh. Shundaq payt hozirlik keldi, ishga qaramadim, ta anglamadim, aldirab sizlarga leksiyani so'zlamasam, kunning nuri ketib qolsa qarang'i bo'lib qoladi. Shunga leksiyaga chiqdim. Halqiliq paytlar nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy qo'mondoni dedi. Harbiy qo'mondoni dengiz armiya qo'mondonimi, quruqlik armiya qo'mondonimi yoki havo armiyasi qo'mondonimi bir nima demadi. Qisqasi Amerika Qo'shma Shtatlari Amerika armiyasining qo'mondoni. Shundaq dedi, deydi halqiliq paytlar. Mavzu juma ekranga ham ostiga chiqqan mavzu. Xi Jinping agar Tayvanga hujum qiladigan bo'lsang, jahannamni ko'rsataman dedi. Bu yerda Xi Jinpingning ismini atadimi yoki bu halqiliq paytlar mavzuni o'zi qo'ydimi, bu ma'no ma'lum. Shuna dediki, agar Tayvanga hujum qiladigan bo'lsang, men sana jahannamni ko'rsataman dedi. İşte vaziyetinin ciddiliği de sözlep kelivatımız, her gün şundak ciddi. Lekin dünya qarab bakın vatandaş. Özgürleş intayın zor vatandaş. Kore'nin Amerika'ya Washington'a kelişe prezidentin bu bir yenilik. Kore Yaponiya oturuşu ziddiyetlerinin tükep gitişi yoki ahırlaşkanlığı bu bir yenilik. Vatandaş bugünlerin hazır denizde 19 devlet. Amerika başçılığında Şarkı Cunub Asya devletleri koşkan 19 devlet harbiy manevra kılıvatıdı vatandaş. Bunun içinde ayrımandı Kore, Amerika, Yaponiya. 3 devletin ayrım harbiy manevri. Muşula bulup ötkende Reis Xi Jinping Beijing'de Harbiy ishlar komitetinin yig'inini chaqirdi. Andın bugün tuyuqsiz yani bir o'xshamagan bir hukum bilen bir xabar o nima desini saqlab oldik. O nima desiniz hozir Reis Xi Jinping huquqni parchalashga, ya'ni huquqni tuvanga tushirishga, huquqni tuvanga berishga tayyorlik qilyotdi deydi. Qarshilamiz.
Anadaki yani bir haberde nemi deyildi hazır cay yerlik hakimiyetlerde harbiy qo'shinlar Beijingni avara qiladigan turdi deydi. Kendiniz mana vaziyetler müşakkeldi deyli vatandaşım. Endi Prezident Vladimir Putin'den Beijingni ziyaret qilishi zaten nima ish? Vaqt ne etmayapti o hazır 10. ay dedi hazır öz ifade bildirip tam 10. ay mı demek? Men yakında depti o şundak etti bunu koyup turaylarında iqtisod hazır Jungo'da 4 çoğun banka krizi işte kirib kaldı bu çatak. Vatandaşım bu çatak. Jungo hükümeti ezelden tatip hazırgıça hukuk özüçe hukuk bo'yicha Jungo iqtisodiga muomala qildi. Hukuk bo'yicha Jungo iqtisodiga buyruq tushirdi. Hukuk bo'yicha plan tuzdi. Planliq iqtisodni yo'lga qo'ydi. Amaliyotda erkin bozor. Bu yolg'on gap. Butunlay yolg'on gap. Amerika Qo'shma Shtatlar oxir to'nib yetdi. Bu qatim endi alamizki vatandaşım yig'ib kelganda yaqindan beri Amerika shuncha tirishchanlik ko'rsatdi. Aloqa munosabatlarni saqlab qolaylik Jungo hukumati. Jungo yo'q. Harbiy ishlar munosabatida aloqa munosabatini saqlab qolaylik Jungo hukumati. Yo'q. Shangri-La yig'indan tortib hozirgacha Jungoning bergan javobi yo'q. 6. ayning 18. kunidan boshlab tunigungacha deyli Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden hükümetinin yuqori darajalik amaldorlari Jungoni ziyorat qildi. Har xil maqsadda, mayli iqtisod, mayli fan texnika, mayli diplomatiya va bodi keldi, mayli kishilik huquq hammasi bo'yicha Beijingni ziyorat qildi. Qaraganda natija yaxshi emas. Ya'ni Jungoning bergan javobi ijobiy emas vatandosh. Shunglashqa hozir birinchi bo'lib Prezident Joe Biden Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari yig'iniga yaqinda Indoneziyada ochilgan yig'in qatnashmaydiganligini bildirdi. Ikkinchi bo'lib Hindistonda ochilgan 20 davlat yig'iniga Prezident Joe Biden qatnashmaydiganligini bildirgan bo'ldi. Hozir endi bugun shu xabarmi keldi mana hozir Prezident Joe Biden Hindistondagi yig'inga qatnashmaydigan bo'ldi vatandoshim. Shundan keyin Reis Xi Jinping ham Hindistondagi 20 davlat yig'ini qatnashmaydigan bo'ldi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari yig'ini qatnashmaydigan bo'ldi. Hozir sizlarga yetkazdik. 11. oyda San Fransisko'da ochilgan Osiyo iqtisodiy taraqqiyot yig'iniga qatnashmaydigan bo'ldi. Demak, bu yerda xulosa, tunigi sizlarga so'zlab shu xulosani chiqarman deb chiqaramaptimi? Endi xulosa Prezident Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlari Reis Xi Jinping Jungo davlat rahbarlari pat arada ve yakın arada yüz görüşüdüğün, yüz oturup söhbetleşidiğin bundak imkaniyet hiç bulmaganda bugünkü hesaplasak tügedi. Andaqda Amerika Jungo münasebeti kandak basqıçqa körüp geldi vatandaş. Tasavvurunuzga koydum. Hürmetlik vatandaşım.